Lo so che finirà. Assalomu alaykum azizlar, mushaqlar xayrlik bo'lsin. Bugun men sizlarga o'sha qandalatniki uyda yasash usulini o'rgatib qo'ymoqchi. Avval qandalatlarimizni tayyorlab olgan masalan mana men hozir 20 tal qandalat tayyorladim. Anamki shakardan 200 gram, suvdan 200 gram. Agarda uyingizda tarozi bo'lmay qolsa, masalan bir piyolni o'lcham qilgan bo'lsanglar, shu piyolda qancha piyol suv qo'ygan bo'lsanglar, ya'ni shuncha piyola shakar qo'ysizlar. Masalan, bir piyolni o'lchab qilgan bo'lsangiz, bo'shunga tepma-tekis qilib shakar qo'ysangiz, tepma-tekis qilib suv qo'yishingiz kerak. Mana shunday qilib o'lcham qilganmiz. Bo'ldi xonimlar, birinchi bosqichda qilganimiz, avval qandalatlarimizni pok yuvib bo'lgandan keyin buni quritamiz. Quritish uchun mana quritadigan narsalar bo'lsa, men semish qog'oz bo'lsa, qo'yib qo'ysanglar bo'ldi yoki oldirmasanlar biroz qo'yib qo'ysanglar o'zligidan quriydi bu. Cho'qim pok yuvib ichidagi tutqichni avasanlar bo'ldi. Sabqani deb qo'yamiz-ku. Mana shuni avtib, mana shunday qo'yib qo'yamiz. Bu quriydi. Andan keyin bunga yana shu ziqqa, ya'ni shunday ziq shiltimiz. Agarda bunday ziqlarlar yo'q bo'lib qolsa, bevosita o'zini tutqichi bo'yicha, qandalatniki tutqichi bo'yicha tutib turib, qiyamga milab turib, anki kunjutga milab turib qilsanglar bo'laverdi. Shunday qo'yib qo'ysanglar. Men mana endi qandalat shaklida bunda o'tkazib ishlatmoqchi, shunga ziqni tayyorlab qo'ydim. Buni yana muvofiq miqdorda kunjut tayyorlaymiz. Bo'ldi xonimlar, buni men sizlarga ziq o'tkazishning usulini deb o'tib ketay. Avval cho'ngdan boshlaymiz. Yo'g'roqdan birini ostib qolamiz, undan kichikroqni ustiga qilamiz. Mushta tadrijiy kichiklab maqsa, bu qandalatimiz chiroyli chiqadi. Mana shu shaklda ziq o'tkazib olamiz. Agar ziqlar cho'ngroq bo'lsa, 4 ni qilsanglar bo'ldi. Mening kichik bo'lganlik uchun men 3 ni qildim. Mushta qilib buni hammani ziq o'tkazib olamiz. Mesela hanımlar bunu meyve temlikini qilmoq istiyorsanlar, men mesela bananni sizlarga misollab o'tib ketay. Bananni to'g'rab yog'ini shirtimiz bunga. Bunu to'g'raganda sal mana kengroq to'g'ramasanlar, ama o'tkazganda teshlikdan atqalab bo'ladi. So'ngrasida avval bir tane ötküzümüz, ondan keyin qandalatimizni en kichkina ustiga mushkul shaklda qilib o'tkazib olamiz. Boshqa mana o'rniga banan o'rniga boshqa meva-chevalarni ishlasam bo'ldi.